Har bir bepusht oilalarning farzandsizligiga 40%da erkak kishi aybdor. Bunga sabab nima? Kriptarxizm, yoshligida moyaklar o'z moyak xaltasiga tushmasligi, varikatsiyali, ya'ni moyaklarning vena qon tomirlari kengayib ketishi, tepki kasalligi va azospermiya holati. Ushbu holatlarda erkak kishi bepusht hisoblanadi. Nimaga? Chunki kriptarxizm holatida moyaklar o'z moyak xaltasiga tushmasligini hisobiga, bu moyakda termoregulyatsiya buzilishini hisobiga urug' ishlab chiqarishda muammo tug'diradi. Varikatsiyalida ham xuddi shunday, ya'ni moyaklarning vena qon tomiri kengayib ketishini hisobiga moyaklarda termoregulyatsiya buziladi va shuni hisobiga moyakdan ishlab chiqarilayotgan urug'lar sifati hamda soni pasayib ketadi. Tepki kasalligida esa azospermiya holati kuzatiladi. Bunda ham albatta infeksionist lecheniyasini olish kerak bo'ladi. Azospermiya bu umumiy olinganda urug' soni va foizi 0 holat hisoblanadi. Bunga sabab bir nechta bo'lishi mumkin va bu tug'ma hamda orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma holatlari bu ko'proq nasliy, ya'ni genetik hisoblanadi. Orttirilganlari esa o'sha aytib o'tganimizdek, kriptarxizm kasalligi, tepki kasalligi yokida jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar hisobiga orttirilgan bo'lishi mumkin. Har biriga albatta davo chorasi bor. Varikatsiyali kasalligida operatsiya qilish kerak. Negaki varikoz kengaygan qon tomirlarni hech qaysi dori-darmon ortiga qaytara olmaydi. Kriptarxizm kasalligida esa yosh bolalarni 1,5 yoshigacha moyaklarni o'z moyak xaltasiga tushirish kerak. Aks holda nafaqat azospermiya yokida bepushtlik, balki rak kasalligiga ham olib kelishi mumkin. Tepki kasalligi ham yosh bolalarda uchraydi. Bu holatda ham albatta antibiotik terapiya, ya'ni infeksionist mutaxassis bilan maslahatlashgan holda lecheniya qilish kerak. Va eng og'ir holat azospermiya holatda ham hozirgi kunda yechim bor. Ya'ni mikrotezi hamda tezi operatsiyasini o'tkazish kerak. Hozirgi kunda tezi hamda mikrotezi dunyo bo'yicha oltin standart hisoblanadi. Va bu holatda moyak ochiladi va moyakni o'zidan urug' izlanadi. Topilgan urug'lardan esa Eko X yordamida siz farzandli bo'la olasiz. Agarda sizda yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, direktga "Men farzandli bo'lmoqchiman" deb yozib qoldiring va bizni adminlar sizga aloqaga chiqishadi.